davom etishni bosib, to'lov summasini kiritamiz. To'lashni bosamiz. To'lov amalga oshirildi. Bitta yangilab yuborsak, pul kelib tushadi. Endi bu yerdan tarif sotib olsak bo'laveradi. Oylik tarif sotib olasizlar. Mana 6000 so'm ekan, 500 megabaytlik. O'zingizga yoqqanini tanlab, buyurtma berish tugmasini bossangiz, mana bu yerda buyurtmalar bo'limida sotib olgan tarifingiz shu yerga kelib tushadi. Mobil panel ochishni bossangiz, mana shu joyga o'tasiz. Bo'ldi. Shunday qilib tarif sotib olasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling, like bosing.